Aka bir hafta oldin oshxonamga $1200 ga suv filtri o'rnatdim. O'sha narxiga yarasha menga effekt beradimi, aka? Narxiga yarasha effekt berishi mumkin, lekin o'zi asli tagi arzon narsa. Faqat uni mahallada yurib, eksperiment qilib, odamlarga 12 oyga bo'lib turib, qimmat o'tkazib. O'zi asli mana bizda Turkiya mahsuloti, original mahsulot, 6 bosqichli, ta'mini o'zgartiradi. Ta'mli mana bosqichlari o'zi mana kartrijda ham bilinib turadi. Ko'rsangiz, toshmi ichida? Nakib, sho'r, boshqacha bakteriyalarni ushlab qolib, sizga chista sog'liq uchun ziyoni tegmaydigan, sog'liqqa foydasi bo'ladigan suv ishlab chiqaradi. Aka necha pul endi bu? $240 ga bitta olasiz, uyingizga olib borib o'rnatasiz. Endi suvni holatiga qarab turib 6 oyda yoki 1 yilda yoki 8 oyda kartrijini almashtiradi. Buni qanaqa turdan bo'lishidan qat'iy nazar bizda original kartrijlari bor. Aka bunaqa original mahsulotni ko'chadan 5 barobar arzoniga odamlar qanday sotib olsa bo'ladi aka sizdan? Pastga nomerimizni yozib qoldiramiz. Telefon qilsa to'liq ma'lumotni beramiz. $240 ichida borib o'zimiz ustalab borib o'rnatib ham berib kelishadi. Lekin soni cheklangan, ulgurib qolinglar.